Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi yuqori darajaliklar suhbati Tianjinda o'tkazildi. Xitoy Amerikadan embargolarni amaldan qoldirishni talab qildi. Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Shi Feng Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Wendy Sherman bilan ko'rishganda Amerikani bir qism Xitoylarni xiyoliy dushman deb qarash bilan aybladi. Sherman bo'lsa Xitoyni ixtilofdan olqib, Amerika bilan dunyoviy masalalarda mas'uliyatchan cho'ng davlat sifatida hamkorlashishga chaqirdi. Meksikaning Zacatecas shtatida zaharlik chekimlik shaykillari o'tirsida yuz bergan to'qinishda 18 odam qazo qildi. Shtatning Valparaiso shahrida raqib jinoyat guruhlari rayonni kontrol qilish uchun miltiq bilan to'qinishdi. Shahidlarning so'ziga qaraganda, bu rayonda 200 ga yaqin qurolli kishi necha soat urushgan va naq maydonni urush rayoniga aylantirgan bo'lib, hozirgacha 18 jasad topilgan. Xitoyda kelkun optini xabar qilgan chet ellik jurnalistlarning Xitoy haqidagi har qanday bir tanqidining Xitoyda kuchaygan millatchilik ta'sirida dushmanlik pozitsiyasiga va hujumlarga uchraganligi o'tirib qo'yildi. BBCning Xitoydagi muxbiri Stephen McDonnell Twitterda parakandichilik harakatining boshlanganligini, bularning BBC xizmatchilarining shaxsiy telefoniga avatilgan zo'ravonlik uchurlari va oila a'zolarini nishon qilgan parakandichilik tahdidi qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligini aytdi. Koronavirusi tunji bo'lib o'tirg'a chiqqan Xitoyda Davlatlik Sahiya komiteti 76 nafar yangi yuqumlanuvchi bayqalganligini, ulardan 39 nafarining Jiangsuda, birining Liaoning o'lkasida ekanligini doklad qildi. Reuters agentligi ta'minlagan xabarga qaraganda, Xitoy dalillagan va kasallik alomatlari ko'rilmaganligi uchun rasmiy yuqumlanuvchilar orasida yer olmagan kishi soni 17 dan 24 ga ko'paygan. Tunis prezidenti Kais Saied Baş minister, Davlat Mudofaa va Adliya ministrini vazifadan elib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Tunisda hukumat va o'qituvchi partiyalarga qarshi namoyish o'tkazildi. Tunis prezidenti Saied parlamentning barliq huquqini to'g'natganligini, parlament a'zolarining javobgarlikka tortilmaslik huquqini vaqtincha to'xtatganligini, hozirgi bosh minister Hisham al-Mashini vazifasidan bo'shatganligini va uning o'rniga o'zi bosh minister tayinlab ma'muriy huquqni o'tkazib berganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, muavin tashqi ishlar ministri Sherman Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda, Beijingning Hong Kongdagi demokratiyaga qarshi besimi, Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati, Tibetdagi kishilik huquq dafsandichiligi, shundaqla axborotga erishish va axborot erkinligini cheklash qatorliq qilmishlardan andisha qilayotganligini bildirgan. Xalqaro ko'chmanlar tashkiloti Qora dengizda Liviya dengiz qirg'og'ida bir kemaning cho'kib ketishi natijasida kam deganda 57 nafar qonunsiz ko'chmanning hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Baliqchilar va dengiz qirg'og'i muhofazachilari tomonidan qirg'oqqa ilib kelinganlarning aytishicha, suvga g'arq bo'lganlarning ichida kam deganda 20 ayol va 2 bola bor ekan.